Assalomu alaykum. Inson tanasidagi har bir kasallikning zaminida bir xil jarayon, ya'ni yallig'lanish yotadi. Bu tabiiy himoya mexanizmi, lekin u nazoratdan chiqsa, artrit, allergiya, ichak kasalliklari, hatto saratongacha olib kelishi mumkin. Bugun shunday bir modda haqida gaplashamizki, u yallig'lanishni tabiiy tarzda boshqaradi. Bu zarchava, ya'ni kurkuma. Odatda biz uni oshxonada, osh yoki sho'rvani rangini chiroylig'lash uchun ishlatamiz. Ammo ilmiy jihatdan u organizmdagi yallig'lanish biokimyosiga chuqur ta'sir qiluvchi tabiiy kuch hisoblanadi. Kurkuma nima uchun foydali? Uni tarkibidagi asosiy faol modda kurkumin hisoblanadi. Bu modda hozir dunyo bo'ylab ilmiy tadqiqotlarda juda faol o'rganilyapti. Sababi u yallig'lanish, oksidativ stress va hatto ayrim surunkali kasalliklarda himoyachi ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni zarchava kurkuma organizmni jangga tayyorlash emas, balki tinchlantirish va barqarorlashtirish yo'li bilan shifo beradi. Qanday qilib u yallig'lanishni boshqaradi? Har bir yallig'lanish hujayra darajasida boshlanadi. Albatta bu bizga ma'lum. Masalan, infeksiya bo'lishi mumkin, stress yoki biror bir mexanik shikast ta'sirida tanamizda maxsus signal molekulalar, ya'ni sitokinlar chiqadi. Bu sitokinlar yallig'lanish reaksiyasini keltirib chiqaradi. Natijada insonda og'riq, isish, qizarish, shish kelib chiqadi. Bu albatta himoya mexanizmi. Lekin bu jarayon uzoqqa cho'zilsa, yallig'lanish surunkali shaklga aylanadi va organizmni o'z to'qimalariga ham zarar yetkaza boshlaydi. Endi kurkuma mana shu jarayonni qayeriga ta'sir qiladi, ya'ni qayerida to'xtatadi. U hujayra ichida maxsus oqsil bor. Mana shu yallig'lanish hujayrasining ichida maxsus oqsil bor. Va u oqsil yallig'lanishni yo'qlaydigan asosiy kalit hisoblanadi. Aynan kurkumin shu oqsilni bloklab, oyoq-qo'lni zanjirlab, uni faolligini to'xtatadi. Shuni natijasida yallig'lanish mediatorlari kamayadi. Ya'ni u yallig'lanishni ovozini o'chiradi, og'riq va shishni kamaytiradi, hujayrani tinchlantiradi. Buni siz ibuprofen yoki diklofenni qabul qilgandek his qilasiz. Bilamiz, yallig'lanish bo'lgan vaqtda biz og'riq qoldiruvchi steroidlar qabul qilamiz, to'g'rimi? Ketonalmi, ibuprofenmi? Aynan xuddi shu ishni kurkuma ham qiladi. Lekin kurkumada bu ta'sir tabiiy va yengil kechadi. Jigar yoki oshqozonga deyarli zarar yetkazmaydi. Bu uni yallig'lanishga qanday ta'sir qilishi edi. Endi uni antioksidant ta'siri ham bor. Yallig'lanish faqat og'riq emas, u hujayra ichida erkin radikallarni ham ko'paytirib yuboradi. Bu radikallar hujayraning devorini, oqsil qismini va DNKsini shikastlaydi. Kurkuma aynan shu radikallarni tutib, ularni zararsizlantiradi. Shu bilan birga organizmni o'z antioksidant tizimini, ya'ni glutation, katalaza, superoksid dismutaza fermentlarini faollashtiradi. Ko'ryapsizlarmi, qanaqa ajoyib va chuqur proseslarni faollashtiradi. Bu himoya mexanizmi hujayralarni qarishdan, shikastdan va yallig'lanishdan avaylab asraydi. Shu bilan kurkumaning ishi tugamaydi. U immun tizimi bilan ham o'zaro aloqaga kirishadi. Immun tizimini kuchaytirmaydi, balki muvozanatga keltiradi. Ya'ni agar immun sistema ortiqcha faol bo'lsa, pasaytiradi, agar sust bo'lsa, faollashtiradi. Ya'ni u immunomodulyator ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli zarchava autoimmun kasalliklar, allergiya va ichak yallig'lanishda foydali qo'shimcha hisoblanadi. Uni ta'siri juda nozik. U immun hujayralariga o'z vaqtida to'xtatishni o'rgatadi.
Asab va miya tizimiga ham yaxshigina ta'sir ko'rsatadi. Kurkumin faqat tanada, balki miyada ham yaxshigina ishlaydi. U miya hujayralarining yangilanishiga yordam beruvchi neyrotrofik omil darajasini oshiradi. Bu esa miyada stressga chidamlilikni kuchaytiradi, kayfiyatni yaxshilaydi, xotirani kuchaytiradi. Shuning uchun ayrim tadqiqotlarda kurkuminni tabiiy antidepressant sifatida ham qo'llash tavsiya qilingan. Umuman olganda, uni ta'siri bu tabiatni yallig'lanishini boshqarish, ya'ni Alloh taolo yaratgan tabiatda yallig'lanishni kamaytirish vositasi, og'riqni yengillashtiruvchi, hujayrani himoya qiluvchi, miya faoliyatini yaxshilovchi va immunitetni muvozanatga keltiruvchi ta'sir ko'rsatadi. Klinik kuzatuvlar nima deydi? So'nggi 10 yillarda kurkumin bo'yicha 500 dan ortiq klinik tadqiqotlar o'tkazilgan. Osteoartroz kasalligida 2016-yildagi meta-analizlar PubMedda chop etilgan 8 ta tadqiqotni qamrab olgan. Kurkuminni 1000 mg bir kunda qabul qilish ibuprofen bilan bir xil ta'sir ko'rsatishi isbotlangan. Lekin ibuprofendan farqli ravishda yon ta'sirsiz, ya'ni nojo'ya ta'sirsiz kuzatilgan. Metabolik sindrom va qandli diabetda nima natijalar olingan? Kurkumin insulin rezistentligini yaxshilagan, triglitseridlar va yomon xolesterinni pasaytirgan. Ichak yallig'lanishi bilan bog'liq tadqiqotlardachi, kurkumin mesalamin bilan birga qo'llanilganda remissiya davri uzaytirishi aniqlangan. Neyroprotektor ta'siri bo'yicha kurkumin miyadagi beta amloid tuzilishini kamaytiradi. Bu Alsgeymer profilaktikasi uchun juda ham muhim hisoblanadi. Bilamiz, Alsgeymer bu kirdi chiqdi. Qariganda senki men nima qattasan, nimasan, ya'ni miyani qarishi. Bu natijalar kurkumani ta'siri haqiqatdan ham faqat xalq tabobati emas, balki molekulyar darajada isbotlangan farmakologik ta'sir ekanini ko'rsatadi. Bu oltin rang sariq har doim biz oziq-ovqatlarga qo'shib iste'mol qiladigan mahsulot qanday iste'mol qilish kerak? Kurkuminning asosiy bitta muammosi bor. Buni biya kirish darajasini pastligi, ya'ni juda ham kam so'riladi. U suvda yomon eriydi va jigarda tezda metabolizmga uchraydi. Shuning uchun uni foydasi faqat to'g'ri birikmada qabul qilgandagina namoyon bo'ladi. Ilmiy tavsiyalar, ya'ni qanday qilsak biz uni ta'sirini kuchaytira olamiz. Birinchi o'rinda qalampir bilan birga iste'mol qilish. Mana shu qizil qalampirdagi piperin moddasi bu kurkumani kirishini, ya'ni so'rilishini 20-30 barobar oshiradi. Demak, siz kurkumani yaxshiroq so'rilishini xohlasangiz, organizmda bu kakash bilan chiqib ketishini xohlamasangiz, ichkariga so'rilishini, ichkariga kirib qon tomirlariga o'tib hujayra darajasida ta'sir qilishini xohlasangiz, unda siz yoki qalampir bilan yoki murch bilan birga iste'mol qilishingiz kerak. Murch aynan uni so'rilishini 20-30 barobar kuchaytirib beradi. Shuningdek, kurkuma bu yog'da eruvchi modda. Shuning uchun ham yog'li taomlar bilan, yog' bilan iste'mol qilish, ayniqsa zaytun yog'i, kokos yog'i yoki sut bilan qabul qilish bu so'rilishni yana ham kuchaytiradi. Issiq holatda qabul qilish, ya'ni issiq taomlarda termik ta'sir natijasida bu kurkuma strukturasi molekulalarni barqarorlashtiradi, bu ham so'rilishni yaxshilaydi. Keyingisi, demak, buni qo'shimchalar, ya'ni batlar sifatida. Kurkumani bat shaklda liposomal yoki fosfolipid formasida qabul qilish juda ham foydali hisoblanadi. Va bunday bat shakldagi qo'shimchalarning kunlik dozasi holatga qarab 500-2000 mg lechebniy doza hisoblanadi. Endi bitta narsa borki, azizlarim, ko'pchiligimiz kurkuma bilan kurkuminni adashtirib yoramiz.
Kurkuma bu zarchava, bu tabiiy ildiz. O'sha biz ovqatimizga qo'shib yeydigan, rang beradigan ildiz. Bu ziravor sifatida ishlatiladi. Uni tarkibida yuzlab moddalar bor, ammo eng muhimi bu kurkumin hisoblanadi. Endi kurkumani o'zida kurkuminning miqdori juda oz, bor yo'g'i 2-5% atrofida bo'ladi xolos. Endi kurkumin bu kurkumani ichidan ana shu 2-5% uchraydigan ichidan alohida ajratib olgan modda hisoblanadi. Tushunarli bo'ldi. Demak, kurkuma bu ovqatga soladigan ildiz, kurkumin o'sha ildizni ichida kurkuma moddasini alohida ajratib olib, demak, bad qilib chiqarilgan shakli. Shuning uchun kurkumin bilan kurkumani bir-biridan farqini albatta bilishimiz kerak. Kurkuma bu tabiatdagi ildiz, kurkumin uni konsentratsiya qilingan va ajratib olingan formasi. Endi dozalar haqida gaplashamiz. Profilaktik doza kurkuma uchun, ya'ni o'simlikni kukuni, zarchavani kukuni uchun 1-3 gram, taxminan 1 choy qoshiq atrofida. Bu 1 choy qoshiqni siz ovqat bilan, yog' bilan yoki qora murch bilan yoki sut bilan qo'shib ichsangiz bo'ladi. Endi mabodo kasalliklarda yallig'lanishga qarshi ichsangiz, unda siz kurkuminni kapsula yoki ekstrakt shaklida qabul qilasiz. Ilmiy tadqiqotlarda tavsiya etilgan dozasi 5000 dan 2 grammgacha, 5000 milligramdan 2000 milligramgacha. Masalan, yallig'lanish bo'lsa, artrit bo'lsa, 2 grammgacha qabul qilish mumkin, bir necha anaqa bo'laklarga bo'lib. Tushunarli? Imkon qadar buni doim qora murch bilan yoki liposomal fosfolipid formulasida shakllarda qabul qilish kerak. Kuniga 1-2 marta ovqat bilan birga, ovqatdan keyin ichiladi. Ichish davomiyligi kapsulalarda 2 oy ichiladi, yana 1-2 oy tanaffus qilib yana ichilsa bo'ladi. Endi biz profilaktika uchun, kasallikni oldini olish uchun, jigar detoksini yaxshilash uchun, yallig'lanishga qarshi ildizini o'zini iste'mol qilsak bo'ladi. Va mana shu ildizdan tayyorlangan 4 ta retseptni sizlar bilan bo'lishaman. Birinchisi bu oltin sut, ya'ni organizmni tinchlantiruvchi va yallig'lanishni so'ndiruvchi ichimlik hisoblanadi. Buning uchun yarim yoki 1 choy qoshiq kurkuma, 1 stakan suv, imkon qadar 1 stakan sut, sutlar imkon qadar naturalniy molni suti, ya'ni beta kazein saqlamagan yoki bo'lmasam echki yoki tuya suti eng yaxshisi. Demak, 1 choy qoshiq qora murch va ozgina dolchin. Mana shu tarkib ozgina qaynatib olsak bo'ladi yoki sutni qaynatib solib aralashtirib issiq-issiq ichsak, yallig'lanishni kamaytiradi, asab tizimini tinchlantiradi va immun tizimini kuchaytiradi. Nimaga aynan sut bilan? Chunki kurkumin yog'da eriydigan modda dedim. Sut uni tarkibida yog' uni so'rilishini 7 barobargacha oshirib beradi. Aytdik, chorniy perets uni yana ham 20 barobargacha so'rilishni kuchaytirib beradi. Buni kechqurun uxlashdan oldin issiq holatda ichish tavsiya qilinadi. Keyingisi kurkumali suv. Ertalab tabiiy detoks va jigarni do'sti. Bu juda ham oddiy, sodda retsept. 1 stakan suv, yarim yoki 1 choy qoshiq kurkuma, ya'ni zarchava, 1 qoshiq limonni siqib olgani va 1 choy qoshiqchada chorniy perets, ya'ni qora murch. Ertalab och qoniga ichiladi va bu retseptga asal ham qo'shsa bo'ladi. Bu jigardagi yallig'lanishni kamaytiradi, antioksidant ferment, glutation peroksidaza va katalaza faolligini oshiradi. Ya'ni ertalabda organizm tozalanish rejimini yoqadi. Keyingisi kurkumali asalli pasta, ya'ni bu yarim tabiiy antibiotik. Bu aralashma yallig'lanish, sovuqda qolib ketish va artritda juda ham foydali. 1 osh qoshiq kurkuma, 1 osh qoshiq asal va 1 choy qoshiq chorniy perets, qora murchni aralashtiramiz. Buni har kuni 1 choy qoshiqdan ertalab va kechqurun qabul qilamiz.
Albatta asal kurkumani oksidlanishdan himoya qiladi. Shuning uchun uni ta'siri uzoqroq va barqaror bo'ladi. Bu aralashma virusli davrlarda tabiiy qo'llab-quvvatlovchi vosita sifatida juda ham yaxshi natija beradi. Endi kurkumali niqob terini tiklovchi antioksidant sifatida ishlatsak bo'ladi. Bu retsept kosmetologiyada juda ham mashhur. Buning uchun bir osh qoshiq yoki yarim osh qoshiq kurkuma, bir osh qoshiq zaytun yog'i va ozgina yarim choy qoshiqcha limon shirasini aralashtiramizda. Buni yaxshilab aralashtirib yuzga surib 10-15 daqiqa ushlab turiladi, keyin iliq suv bilan yuvoramiz. Bunda kurkuma bakteriyalarga qarshi kurashadi, o'g'ri va yallig'lanishni kamaytiradi, teridagi pigmentatsiyani bartaraf etadi. Bunday niqobni haftada 2 marta qilish kifoya qilinadi. Albatta azizlarim, asalni ham ozi shirin va har bitta narsaga ko'rsatma va qarshi ko'rsatma bor. Kurkuma qachon mumkin emas? Birinchi o't qop va jigar bilan bog'liq muammolarda. Qanaqa muammolarda? Kurkuma o't chiqarishni kuchaytiradi. Желчагонни. Agar insonda o't qopida tosh bo'lsa, yoki o't yo'l tor bo'lib chandiq bo'lsa, yoki haddan tashqari o't chiqarish o'zi kuchli bo'lsa, kurkuma og'riqni kuchaytiradi. Chunki u jelshni haydaydi. Mana shunday holatlarda mumkin emas. Ikkinchidan, kurkuma qon ivishini sekinlashtiradi. Shuning uchun qon suyultiruvchi dori qabul qilayotganlar shifokor bilan maslahatlash kerak. Aks holda qon ketish xavfi bo'lishi mumkin. Keyingisi homilador va emizikli ayollar. Nimaga? Kurkuma bachadon faolligini oshirish mumkin. Endi buni kichik miqdorda ovqatga yarim choy qoshiq qo'shib yesangiz, u bachadonni qisqartirib yubormaydi, hech narsa qilmaydi. Lekin siz uni ekstraktini yoki bat shaklda kapsulasini qabul qilsangiz, bachadonni qisqartirish mumkin. Shuning uchun ehtiyot bo'lish kerak homiladorlar. Va og'ir oshqozon ichak kasalliklarida, ya'ni o'tkir davrda gastrit, yara ichak yallig'lanishini o'tkir davrda mumkin emas, chunki oshqozon shilliq qavatini bezovta qilish mumkin. Surunkali holatlarda, remissiya holatlarida mumkin. Qandli diabetda dorilar bilan bir vaqtda. Chunki kurkuma qon shakarini, ya'ni qondagi qand miqdorini tushirishi mumkin. Agar inson diabetga qarshi dorilar ichsa yoki ukollar olsa, qandni juda tushib ketish xavfi paydo bo'lishi mumkin. Mumkin bu degani shunaqa bo'ladi degani emas. Operatsiya oldidan, ya'ni kurkuma qon suyultirgani uchun shifokor bilan maslahatlash tavsiya qilinadi va eng asosiylardan biri bu kamqonlikda, temir yetishmovchiligida. Kurkuma temir so'lishini kamaytiradi. Agar odamda anemiya bo'lsa, uni qabul qilish tavsiya qilinmaydi. Qisqacha qilib aytganda, kurkuma tabiiy, lekin kuchli modda. Uni oz-ozdan ovqat bilan birga foydalanish juda ham foydali. Lekin dori yoki kapsula shaklda qabul qilishdan oldin shifokor bilan maslahatlashish tavsiya qilinadi. Azizlar, bizlarni Zaytun Medtip korxonasi tomonimizda ham ba'zi bir mahsulotlarimiz tarkibida kurkuma bor. Jumladan Gepatadel nomli asalli qorishmamiz tarkibida kurkuma bo'lib, aynan Gepatadel jigar detoksini yaxshilovchi, jigar faoliyatini to'g'rilovchi, o't haydovchi, ichak faoliyatini yaxshilovchi antioksidant modda hisoblanadi. Bilamiz, hozir 21-asr bu ekologik nosog'lom bo'lgan asr hisoblanadi. Biz tabiiy deb aytgan ovqatlarimiz ham juda ko'pida ximikatlar mavjud. Shuning uchun hammamiz jigar detoksini kuchaytirishga majburmiz. Har doim jigarimizga yordam berishga majburmiz. Har doim oksidativ stressga qarshi kurashishga majburmiz. Shuning uchun ham agar sizda bir qarshi ko'rsatma bo'lmasa, masalan, o't tosh kasallik bo'lib qo'zg'agan davr bo'lmasa, bemalol shu bizlarni Zaytun Medtip korxonamiz tomonidan ishlab chiqarilgan Gepatadel asalli qorishmani qabul qilishingiz mumkin. Uni tarkibida rastarovsha,
ko'rpacha, bo'znoch, momaqaymoq, shuningdek kurkuma jigar faoliyatini kuchaytiruvchi, nima deydi, safro faoliyatini yaxshilovchi moddalar bilan to'yingan. Agar siz erinsiz olib unga qo'sh, bunga qo'sh, unaqa qil, bunaqa qildan tayyari yaxshi desangiz, siz uchun maxsus ishlab chiqarilgan, bemalol olib, xarid qilib iste'mol qilishingiz mumkin. Shuningdek, bizning korxonamiz tomonidan juda ko'p biologik aktiv добавкаlar ishlab chiqariladi. Jumladan kollagen ishlab chiqariladi, biotin, vitamin D, magniy xelat formalar, sinkni xelat formalar, immun tizim uchun kerakli narsalar, mo'miyo va hokazo 100 ga yaqin tabiiy mahsulotlar ishlab chiqariladi. Bemalol kelib tanishishingiz, xarid qilishingiz, iste'mol qilishingiz mumkin bo'ladi. Azizlar, sizlar bilan doktor Gulbahor edi, xalq tabobati mutaxassisi, preventiv va integrativ shifokor, pediatr. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shulardan iborat edi. Aytgancha, qayerdan topamiz degan savol har doim tug'iladi va izohlarda yoziladi. Azizlar, bizlarni joylashgan joyimiz Toshkent shahri Olmazor tumani, Sebzorda joylashganmiz. Sebzorda Rivera Makron orqasida Sharshara kafesining yonida joylashganmiz. Zaytun Medtib klinikasi katta qilib yozib qo'yilgan. Kelib, birinchi etaj, birinchi xonada dorixonamiz, ya'ni biologik aktiv добавкаlarni ishlab chiqargan mahsulotlarimiz sotuv bo'limi bor. Mana shu joyda bemalol xarid qilishingiz mumkin. Shuningdek, eltib berish xizmati ham bor. Mabodo siz vaqtingiz bo'lmasa yoki imkoniyatingiz bo'lmasa, bizni adminlar bilan bog'lanishingiz mumkin. Adminlarimiz ham shapkada yozilgan. Yana bir marta qaytarib o'taman. Telefon nomerlari 93 587 4403. Bemalol Telegram orqali yozib yoki bevosita qo'ng'iroq qilib, mahsulotlarimiz bilan tanishib, dostavka xizmati orqali mahsulotlarimizni iste'mol qilsangiz bo'ladi. Shuningdek, sizni tibbiy savodxonlikni oshirishni xohlasangiz yoki tibbun nabaviy darslarga qiziqsangiz, bizlarni tabobat asoslari va hijama, jumladan meni shaxsiy muallifligim ostida o'tim nima deydi, ona tabibadir va mizojga xos taomlanish kurslarim bor. Bemalol Telegramga o'tib, o'sha yerdan onlayn formatda uni xarid qilishingiz va o'zingizni tibbiy savodxonligingizni oshirishingiz mumkin. Shuningdek, Zaytun Medtib klinikasi organizmni tabiiy yo'llar bilan tozalashga, autofagiyaga, asalari chaqtirib davolash, zuluk qo'yib davolash, hijama bilan davolash va tabiiy giyohlar bilan Alloh taolo yaratgan noz ne'matlar bilan davolash bo'yicha faoliyat yuritamiz. Bemalol kelishingiz, o'z tanangizni tozalashingiz, moddalar almashuvini, jigar detoksini, limfa detoksini kuchaytirishingiz mumkin. Bemalol bizni xizmatlarimizdan foydalanib. Azizlar, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shulardan iborat edi. Keyingi safar qaysi giyoh yoki qaysi mavzuda suhbat qilishimizni xohlar edingiz, izohlarda yozing. Albatta, meni suhbatim yoqqan bo'lsa, ma'lumotlarim sizni qiziq bo'layotgan bo'lsa va siz tabiiy davolanishga qiziqsangiz, unda menga obuna bo'lishni, like bosishni va do'stlaringizga tarqatishni unutmang. Keyingi safar ko'rishguncha assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.